kunda Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tizimida korrupsiyaga qarshi islohotlar faol ravishda davom etmoqda. Korrupsiyaga qarshi islohotlarning asosiy ustuvor jihati birinchi navbatda korrupsiyani oldini olish, preventiv choralar ko'rish va ushbu maqsadda preventiv o'rganishlarni amalga oshirishni nazarda tutadi. O'z navbatida Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatida korrupsiyani oldini olish, ushbu sohada inson omilini kamaytirish maqsadida jadal ravishda raqamlashtirish va axborot texnologiyalaridan foydalanishning yuqori imkoniyatlaridan foydalanilmoqda. Shu maqsadda Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tizimida smart hisoblagichlar o'rnatish ishlari olib borilmoqda. Va albatta hozirgi kunda Toshkent shahar suv ta'minotidan chiquvchi suv tarmoqlariga 65 ta aqlli suv hisoblagichlari o'rnatilgan. Bundan tashqari Fransiyaning Suez kompaniyasi bilan hamkorlikda jadal ravishda Yangi hayot tumanida hozirgi kunda boshlandi. Smart hisoblagichlarni o'rnatish ishlari olib borilmoqda. Albatta ushbu jarayonda korrupsiyaga qarshi nazoratning o'rni nihoyatda beqiyos. Mana shu maqsadda jamiyatda amalga oshirilgan ishlarning haqiqiy samaradorligini o'rganish, ishlatilgan har bir ajratilgan mablag'larning maqsadli sarflanishi, o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyatining korrupsiyaga qarshi ichki nazorat xizmati, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash agentligi bilan hamkorlikda bugun bir qator o'rganishlar o'tkazdi. Ushbu o'rganishlar davomida smart hisoblagichlarning haqiqatan o'rnatilgani, ularning ishlayotganligi, mablag'larning qanchalik maqsadli sarflanayotganligiga baho berildi. Va ushbu maqsadda mas'ullarga ushbu jarayonni yanada jadallashtirish, raqamlashtirish imkoniyatlarini yanada kuchaytirish bo'yicha bir qancha tavsiyalar va takliflar berildi.